Bolbozor tumanidagi yoshlar bog'ida tashkil etilgan katta bayram tadbirida dastlab tuman hokimi so'zga chiqib, hudud aholisini bayram bilan samimiy muborakbod etdi. Navruz bu nafaqat qadimiy bayram, balki xalqimizning asrlar davomida shakllangan ezgu qadriyatlari, bag'rikenglik va hamjihatlik timsolidir. Bu ulug' ayyom yangi maqsad va ulug' niyatlar hamda ezgulik sari ruhlantiradigan muborak kun hisoblanadi. Navruz olam xalqimizning orzu intilishlari, amaliy ishlari bilan uzviy bog'lanib ketganini bugun har qadamda yaqqol ko'rish mumkin. Jumladan tuman hokimi o'z nutqida hududda zamonaviy korxonalar, shinam uy-joylar, ijtimoiy obyektlar qad rostlagani va yo'l va ko'priklar qurilganini alohida ta'kidladi. Bayram munosabati bilan tumanda o'tkazilgan umumxalq xayriya hasharlarida ham kelajak avlod uchun turli manzarali ko'chatlar o'tkazilganini alohida e'tirof etish mumkin. Shundan so'ng tuman madaniyat bo'limi estrada xonandalari va folklor jamoalarining chiqishlari namoyish etildi. Sayl davomida turli millat vakillari tomonidan ijro etilgan kuy-qo'shiqlar ham barchaga ko'tarinkilik ulashdi. Mene bugun bizning Qarabog'imizda Ulusning ulu to'yi Navruz merекесі bo'lib жатыр. Бұл Qarabog'imizda неше түрлі millat barmiz. Қазақ, өзбек, орыс барлығымыз тату-тәтті жасаймыз. Біздің бір Qarabog'imizда жастарға, балдарға, немерелеріміз, әйел қыздарға мүмкіндік жаратып беріп отырған жоғарыдағы басшыларымызға және жоғарыда отырған президентімізге рахмет айтамын. Осы O'zbekistonda жасап o'tganim uchun quvonamын. Navruz bayrami munosabati bilan tashkil etilgan sayllarda milliy hunarmandchilik namunalari ham keng namoyish etildi. Ushbu ko'rgazmalar xalqimizning boy madaniy merosi, asrlar davomida sayqal topgan san'at va mahoratini o'zida aks ettirdi desak xato bo'lmaydi. Navruz nafaqat tabiatning uyg'onishi, balki inson qalbining poklanishi, yangilanishi ramzidir. Bu bayram odamlarni yaxshilik qilishga, mehr ulashishga, o'zaro hurmat va hamjihatlikda yashashga chorlaydi. Bugun viloyatning barcha hududlarida ushbu ayyom mana shunday shukuh bilan davom etmoqda. Tinchlik, baraka va farovonlik timsoli bo'lgan Navruz barchaga muborak bo'lsin.